Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli obunachilar. Bugun 20-iyun 2026-yil Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'ida o'zimni tomorqamdan ko'rsatuv qilyapman. Bugungi ko'rsatuvimizni mazmuni kartoshkadan bir so'tigidan qancha hosil olish mumkin? Mana shunaqa daraxtlar orasida qancha hosil olish mumkin bir so'tidan? Ya'ni bir so'tikni chiqargandan keyin 10 so'tikni ham hisoblab olish mumkin. Mana biz hozir 20 kvadrat joyda o'lchab oldik. Mana ip tortdik. 4 metrga 5 metr qilib ipni tortdik. Hamda mana shu kartoshka bu yerdan qancha hosil olamiz? Tarozga qo'yib ham tortib ham ko'ramiz. Buni pushtalari 75 santimetrga ekilgan. Mana shu bitta pushta bilan pushtani orasi 75 santimetrdan ekilgan. Hozir o'lchaganimizda 1 2 3 4 5 6 ta pushta o'lchanibdi. Kartoshka bilan kartoshkani orasini 30 santimetrga ekkanmiz. Bu kartoshka shunaqa palaga kalta bo'ladigan hamda kam gullaydigan sariq mag'iz kartoshka. Buni aniq navini bilmaymiz. Oldindan ekib yurganmiz. Ukam ekib yurardi. Ukamdan olib kelib ekdim. Bizda hozir oldingi ekib yurganlarimiz palaga uzun 2 metrgacha bo'ladigan kartoshka edi. Uni ana bu tomonga ekkanmiz. O'tgan yili o'sha 2 metr bo'ladigan paleli kartoshkani chiqarganimda ana bu daraxtlarning orasidan bir so'tik joydan 240 kilo olgan edim. Ana shu bexlarning orasidan. O narigi chekkadan. Buni ko'rgansizlar, videoni ko'rgansizlar o'tgan yilgini. Yil mana shu joydan hozir 20 kvadrat joydan qancha kartoshka chiqadi? Shuni hisoblasak, o'zi bir so'tikdan 10 so'tikdan qancha chiqishini hisoblab olish oson. O'tgan yilimikin mana shu joydan bir so'tik joydan chesnok, sarimsoq piyoz ekilgan edi. Bir so'tik joydan 150 kilo sarimsoq piyoz olgan edim. Mana shu joydan. O'tdi mana shu joyda o'lchab ko'rsatgan edim o'tgan yilgi videoda. Endi hozir mana shu kartoshkani qancha olish mumkin bir so'tik joydan? Mana buni singari daraxtlar orasidan. Oxirgi o'taqlarni qilmaganmiz. Mana o'tlar chiqyapti mana. Mana shu ularni olib tashlash kerak edi. Endi mana bularni endi yulib tashlayman deb tortganingizda kartoshkani tomirini uzib qo'yish mumkin deb oxirgi o'taqlarni qilmagan edik. Endi hozir o't chiqib qolgan ozmos. Endi hozir biz kartoshkani kovlab bo'lib tarozga qo'yib yana ko'rsatamiz sizlarga. Mana hurmatli o'rtoqlar, mana yomg'ir yog'aryapti. Bu yilgi yildacha ko'p yomg'ir yog'yapti, shamollar bo'lyapti. Bundaqa narsa kelgan Xitoydan, Xitoy Xalq Respublikasi shunaqa narsalarni ishlabdi. Ya yomg'irda ham ishlayverasiz ekan, ottovda ham to'sar ekan, yomg'irda ham to'sar ekan, bu belingizgacha to'sar ekan bunda mana. Mana shuni endi hozir mana yashiqlarni tortib qo'ydik mana. 1 kilo 250 gram ekan. Anada bor 5-6 tane tortib qo'ydik. Endi mana shu yerdan qancha kartoshka chiqish kerakligini hisobini chiqaramiz. Hozir mana palegini hozir bir yulib ham ko'ramiz. Mana. Endi hozir kartoshka bitta joydan mana bo'lgani mana qarang. Mashina singari bo'pti. Endi to'laydigan vaqt bo'ldi. Endi oldin bir yulvasak ham bo'laveradi. Keyin panshaxa bor. Mana bu yerda mana o'sha sobiq esir paytda chiqqan payshoq, panshaxa deyiladi bu xil joylarda. Biz mana shuni oldin sabzi kovlar edik. Sabzi kovlagani ham ma'qul, kartoshka kovlagani ham yaxshi. Endi mana shuncha joyda kovlab, yashiqqa qo'yib
kunimizgacha video cho'zilib ketadi. Shuning uchun bugun yomg'ir ham yog'vordi, kech kirib qoldi. Shuning uchun hozircha mana shu yerda birinchi qismini tugatamiz. Ertaga mana shu joydan, mana shu 20 kvadrat joydan qancha chiqsa, shuni tarozga qo'yib tortib ko'rsatamiz. Hamda mana shu joyda hammasini o'lchab, hamma joyda mana shu joy 1 sotikdan ortiq bo'lsa kerak. Taxminan 1,5 sotikka boradi. Shu joydagi kartoshkani ham tarozga qo'yib ko'ramiz. Oldin 20 kvadrat joydani tarozga qo'yib ko'ramiz. O'tgan yilgi urug'dan ham kartoshka ekkanman, hozir ko'rsatib qo'yamiz. Qani ketdik o'sha yoqqa. Keling, mana bu shu bog'ni orasiga mana o'sha o'tgan yilgi palagi 2 metrgacha yetib boradigan kartoshka hamda mana shu kartoshka ham o'zi ichi sariq mag'iz, ko'rinishi yaxshi hosil beryapti. Palagi 2 metrga yetsa ham urug' bor edi, mana shu joyga ekib qo'yganmiz. Mana bitta, ikkita, 3 ta oraliqqa o'sha optoli joyga o'sha behigacha ekib qo'yganmiz. Buni ham bir alohida ko'rsatuv qilamiz. Yana bir marta sug'arib, bir 10-15 kundan keyin kovlaymiz. Bir jicha ozgina kechroq ekilgan. 24-martda uni ekkan bo'lsak, buni taxminan biror hafta keyin ekkanmiz. Martda oxirlariga ekkan bo'lsa kerak. Endi buni suvini yana bir marta suv beramizda, keyin buni keyingi safar kovlab, alohida buni ko'ramiz. Qani bu kartoshkadan sotigidan qancha chiqadi? Endi buni aniq bir 70 ga, 80 ga qilib ekkanimiz yo'q. Bu yerga loyaga agat olinganida, loyani agatiga ekib qo'yganmiz. Havo behiladi orasi loviya. O'sha ochiq joyga kartoshka ekib qo'yganmiz urug' borligi uchun. Endi hozircha birinchi qismi tamom. Ertaga ikkinchi qismini olamiz. Hamda o'sha qancha chiqishini ko'rsatamiz. Mana shu nimadan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Meni tanishim bor, jo'natadi. Shu taxminan pochta haqi bilan bo'lib 150 mingdan o'tadi. Yetib kelishi oftobda, yomg'irda, sovuqda hamda ana shunaqa oftoblarda ham to'sadi. Mana bunday qilib ish qilaverasizlar. Bemalol ishlayverasiz. Ham oftobda to'sadi, ham yomg'irda to'sadi. Ish qilishga juda qulay ekan. Har tomonlama qulay narsa ekan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bir ertaga ikkinchi qismida ko'rishguncha xayr.